İkinci qissa. Yigit o'rmonlikqa ketib, naq 3-chi kunisi qiz o'jirsida yig'lab, hamma kishi uyquga ketgan paytda yigit kirib keldi. Yigitning kelganligini ko'rgan qiz, "O'ngimmi yoki tushimmi?" deb xo'shalligida yigitning bag'riga o'zini etibdi. Yigit qizning otasining qizni o'ziga berish niyati yo'q ekanligini bilib, qizni elib yiroqlarga qechibdi. Ular ikkisi odam yo'q bir qumliqning chetiga berib, shu yerda turmush kechirishni planlabdi. Albatta, ular turgan bu qumliq bozorg'imi ancha yiroq emas bo'lib, faqat odamlarla bu yerni chet ko'rib, bu yerga qadam bosmaydi ekan. Ikkisi birlikda kichkina bir kapi yasabdi va shu yerda kun o'tkazishni planlabdi. Ular hamma ishlarni o'g'irlashtirgandan keyin yigit o'zining qanday qismatlarga yo'liqib, qanday qechib chiqqanligini qizga birma-bir aytib beribdi. Asli yigit daraxtning ustida lolma itlarning ish-harakatlarini kuzatgach, o'ziga bir o'qya tayyor qilib, lolma itlarni o'sha o'zi yasagan o'qyalar orqali etib o'ltirgan ekan va o'zining hech qanday to'yliqsizlik qechib elib kelganligidan kechirim so'raydiganligini, lekin buningdan keyin cho'qim o'rnini to'liqlab berdiganligini aytibdi. Qizmo ma'qulligini bildirib, bosh langishtirgandan keyin yigit bilan qiz mush kapida kunlarni xo'shal xuramliq ichida o'tkazishga boshlabdi. Yigit naqqashchilik qilib, sapal buyumlarni setib pul topsa, qiz bo'lsa kapida o'ltirib, yigitning kiyimlariga o'zi amriq, yaxshi ko'rgan narsalarni kashtlab va yigit bozordan elib kelgan say ko'ktatlarda mazalik tomoqlarni tayyor qilib, erining hojatidan chiqadigan bo'pti. Bir kuni yigit yana burunqiga o'xshash har xil ko'zlarga o'zining hunarini ishqa selib, to'limi chiroyli naqqashlarni o'yib chiqarib, bozorga elib berib sotmoqchi bo'pti. Va bozorga kelgandan keyin narsalarni tizish uchun oldirash bo'lib ketibdi. Yiroqdan to'limi gavdalik qovul kelgan bir kishi otlarni arg'amchi bilan urib, to'p chiqarib kelgunicha yigitning ko'zlarini chiqib, ko'rgisiz qilib yetibdi. Ochiqqa kelgan yigit ko'zlarimni to'la deb u kishiga esilibdi. U kishi mushi bozordagi bozorga mas'ul bo'lib, uning ruxsatisiz bu yerda hech qanday odam qalaymaqan narsa sotamaydi ekan. U odam "Menga tilla topshirmay turib, u yerda ko'ni ko'zangni setishingga ruxsat yo'q" deb ochiqda yigitni qamchi bilan toza savabdi. Va yigitni savavatqash ko'zi yigitning kiyimidagi to'limi chiroyli kashlangan bir ayolning chiroyiga tushibdi. Aslida yigitning ayoli o'rliqa yigitning kiyimiga o'zining rasmini kashtilab bergan bo'lib, buni ko'rgan yiliq mutam erning u kashtidagi qizga ko'zi tushibdi va yigitni qo'yib etib o'z qo'rosiga qaytibdi. Uyga qaytib kelgandan keyin u tomoq yemay, suvmi ichmay, derazaga qarab, nimalarnidir xiyol qilib, rangi sarg'ayib, yo ko'nglidagini boshqalarga aytolmay, beoram bo'lishga boshlabdi. Buni ko'rgan bu mutam erning singlisi akasidan zoda nemish bo'lganligini so'rabdi. "Aka, sen necha vaqtdan to'limi mag'rur eding? Hech qanday ish yoki narsa seni buncha g'am qildirolmaydi. Sana zoda nim bo'ldi? Qani menga aytsang-chi. Hamma ishni birlikda tang hal qilaylik. Seni bu holga tushirib qo'ygan zoda nima ish?" debdi. Singlisining so'zini anglagan mutam er, garchi singlisining oldida ozroq xijillik his qilgan bo'lsa-mu, lekin ko'nglidagi ishqi o'tini yushiranmay, singlisiga barcha ahvollarni aytib beribdi. "Singli, bugun bozorda bir pul topshirmay ko'z setayotgan bir yalangtoshni ko'rib qoldi.
uning ko'zlarini urib chaqqash, uning maydisiga kashtalangan, to'limi go'zal, o'sni jihatda kamolatga yetgan dunyodagi hech qanday ayol zoti qo'liga suv qo'yibmi beranmagidek bir qizning rasmining uning maydisiga kashlaklik ekanligi ko'zim tushib, shu rasmdagi qizga bir ko'ribla oshiq bo'ldi. O'zingmi bilasan, men bu nurg'un ayollarni ko'rgan. Lekin shu yalong to'shning maydisiga kashlangan shundoq go'zal kashdidimmi, xuddi rost odamdek to'yg'i berdigan uncha go'zal ayolni ko'rib boqmabdi ekanman. Uni bir ko'rishim bilanla meni o'ziga rom qilib oldi. Deyishigila qiz o'zini tutib olmagan holda qaqoqlab kulib turib, "Oy aka, nimalarni deydigansan? Bu dunyoda bo'lishi mumkin bo'lmagan yana kelib, sen o'z ko'zing bilan ko'ribmi boqmagan xalqning yoqqisidagi naqshga ko'zing tushib, yaxshi ko'rib qolganing nemisi? Mencha sen naqshlangan qizni emas, balki yalong to'shning kiyimini yoqtirib qolgan o'xshaysan." Debdi. Mutam er bo'lsa, ilojsizlikdan yoshlarni marjandek to'kib, "Mayli singlim. Meni zangli qilsangmi, shu rasmdagi qizni bir topgan bo'lsam, murodimga yetadi. O'zimni uqmagan holda uni yaxshi ko'rib qoldim. Mana amdilikda hayot nishonimni yo'qotgandek bo'ldim. U qizdan boshqa hech kim, hech nimani zodali o'ylayolmayapman," debdi. Akisining buncha azoblanayotganligini ko'rib chidamagan qiz akisining odamlarini chaqirtib, bugun zodi qanday ish bo'lganligini tafsili so'rab, agar yana o'sha yigitni uchirtib qolsa, o'ziga xabar qilishini topolabdi. Yigit uyga ko'zla chiqiqliq, usti beshi to'pa va qon bosgan holatda badanini so'rab oron kepti. Buni ko'rgan o'rliqqa erining bu holatda qaytib kelganligini ko'rib cho'chib ketibdi va uningga zodi nemish bo'lganligini so'rabdi. Yigit bo'lsa, o'zining to'limi mutam biriga uchrab qolganligini, uning narsalaringni ruxsatimisiz qo'yding deb o'zini urg'anligini aytibdi. Buni anglab, qizning ko'ngli to'limi yerim bo'lgan bo'lsa-mu, amalsiz yigitning qo'llarini surtib, kiyimlarini yuyib, yigitni yotqizib, uni necha kun yaxshi beqibdi. Va o'zi necha vaqtdan beri qilgan kashtilarni bozorga chiqib saytib, pul qilib, eriga ozroq bo'lsa-mu quvvat qilishni o'ylab, eri uxlab qolgan paytda bozorga chiqib, kashtilarni saytishga boshlabdi. U kashtilagan narsalar to'limi chiroyli bo'lganligi uchun kishilar tezda saytib olishga boshlabdi va birdamdala qilgan kashtilarni to'limi jex pulga saytib, eriga quvvat dorisi, uyga sayko'ktat va go'z saytib olib, xo'shal holda yana ozroq pul eshin chiqig'inicha uyga qaytibdi. Uninggacha erimi uyg'onib, uni topolmay, tit-tit bo'layotgan bo'lib, ayolining kelganligini ko'rib, xo'shalligida ayolini bag'riga besib, ko'z yosh qilib, ayolining nega ketganligini so'rabdi. "Qayerga ketdingiz? Sizni izlab topolmay, shundoq tit-tit bo'lib ketdi. Men texi bizni dadingiz tepib oldimikin deb asrab ketibdiman. Yo, menga debmi qo'ymabsiz? Sizga bir ish bo'lib qolsa, men qanday qilaman? Meni yolg'iz o'ssin demoqchimisiz?" Kechiring, bu mening xatoligim. Necha vaqtdan men ozroq raqtlarga kashf qilgan edim. Bugun o'sha raqtlarni bozorga elib chiqib, nurg'un pulga sotdim va uyga narsa kerak sizga quvvat dorisi setib olgan edim. Endi ikkimiz birlikda pul tepib, texmo yaxshi turmush kechiramiz, debdi. Yigit boshda qizning sirtqa chiqib, narsa setishiga qarshi turgan bo'lsa, qizning bekdeb turib-olganligidan amalsiz ma'qul bo'pti va o'zi saqayg'icha qizning narsalarini setishiga ruxsat qildi. Aziz anglag'uvchilar, cho'chak xarakterlik asar Qumliqdagi qizning ikkinchi qismi mush yerda tamomlandi.